Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanglar bir hafta yaxshi o'tkazinglarmi? Bugun biz oldingi soatlik darsimizning davomi, ya'ni olamning yaratilishi 41 bobni ko'rib o'taylik dedik. Oldi bilan biz 41 bobni bir qatim o'qib chiqaylik. 2 yildan keyin Misr podshohi mundaq bir tush ko'rdi. U Nil daryosining bo'yida turibdi ekan. 7 tuyoq sog'lom ham semiskala daryodan chiqib, qirg'oqdagi qumishliqda o'tlabdi. Arqadan Sa'd va Qutur 7 tuyoq chiqib, qirg'oqdagi u 7 semiskalaning yenida turibdi. Bu 7 Qutur kala ilqi 7 semiskalani yevetibdi. Bu chaqda podshoh uyg'onib ketibdi. U yana uyquga ketib, yana bir tush ko'ribdi. U bir tüp buğdayning to'liq va yetilgan 7 dona bashaq chiqarganligini ko'ribdi. Keyindan yilqi buğday yana issiq shamoldan so'lishib qolgan puchak 7 bashaq chiqaribdi. Bu 7 donsiz bashaq yilqi to'liq yetilgan 7 bashaqni yutibdi. Podshoh uyg'onsa bu tush ekan. Tong otganda podshoh bearam bo'lib odam avatib Misrdagi bütün ta'birchilar bilan danishmanlarni chaqirtib tushlarini ularga aytib berdi. Lekin uning tushlariga hech kim ta'bir bera olmadi. Bu chaqda saqibigi podshohga mundaq dedi: "Bugun o'ylab baxsam, meni o'tkazgan xatoligim esimga keldi. Bir qatim janoblari bizga qattiq azoblanib, Navoiybiga bilan meni Yasovul mahkamasidagi zindonga qamatib qo'ygandilar. Bir kuni kechada biz ishkilimiz tush ko'ribdik. Ko'rgan tushlarimizning ma'nosi o'xshamaydi. U chaqda bir ibroniy yosh biz bilan bir zindon dedi. U aslida Yasovulbigining xizmatkori ekan. Ikkimiz tushimizni uningga aytib bersak, u tushimizga ta'bir bergan edi. Natijada ishlar dal uning ta'birdek bo'ldi. Janoblari, mening mansibimni asli keltirib, Navoiybigini targ'asdilar." Podshoh Yusufni chaqirib kelishga odam avatdi. Ular darhol berib uni zindondan chiqarib, choy soqollarini tushirtib, kiyimlarini yangushlab podshohning oldiga ilib keldi. Podshoh uningga: "Men bir tush ko'rgan edim. Tushimga hech kim ta'bir bera olmadi. Biroq anglashimcha sen ta'bir bera oladi ekansan" dedi. Yusuf: "Janoblari, men shaxsan o'zim tushga ta'bir bera olmayman, lekin Xudo o'zlariga yaxshi ta'bir beradi" deb javob berdi. Podshoh mundaq dedi: "Tushimda men Nil daryosining bo'yida turibdiman. 7 tuyoq sog'lom ham semiskala daryodan chiqib, qirg'oqdagi qumishliqda o'tlayotdi. Arqadan yana 7 tuyoq Sa'd, Qutur va Avaqkal daryodan chiqdi. Men burun Misrda bunday qo'rqinchli kala ko'rib baxmagan edim. Bu Qutur kalalar ilqi semiz kalalarni yevatdi. Lekin yanada burunqidek Sa'd ediki, semiz kalalarni yevatgandek turmaydi. Bu chog'da men uyg'onib ketdim. Keynidan yana bir tush ko'rdim. Tushimda bir tup buğday 7 dona to'liq va yetilgan bashaq chiqardi. Keynidan yana 7 dona issiq shamoldan so'lishib ketgan razgi bashaq chiqardi. Bu donasiz bashaqlar ilqi to'liq yetilgan bashaqlarni yutib etdi. Men bu tushni ta'birchilarga aytib bergan edim, lekin hech kim ta'bir bera olmadi." Yusuf podshohga mundaq dedi: "Bu ikki tushning ma'nosi birdir. Xudo o'zi qilmoqchi bo'lgan ishlarni janoblariga oldin bildiribdi. 7 semiz kala 7 yilni ko'rsatadi. To'liq yetilgan 7 bashaqmi 7 yilni ko'rsatadi. Bu ikki tushning ma'nosi o'xshash. Keynidan chiqqan 7 Qutur kala bilan issiq shamoldan so'lishib ketgan 7 puchak chaq bo'lsa 7 qahatchilik yilni ko'rsatadi. Demak, Pekir eli o'zlariga ma'lum qilganimdek Xudo o'zi qilmoqchi bo'lgan ishlarni janoblariga oldin ko'rsatibdi. Butkul Misrda misli ko'rilmagan 7 bayashatchilik yil bo'ldi. Keynidan 7 qahatchilik yil bo'lib, butkul Misrni acharchilik qaplab, oldidagi bayashat yillarni kishilarning yodidan chiqarib etadi. Acharchilik ofati shunday qattiq bo'ladiki, kishilar burunqi bayashat yillarni unutib ketadi. Janoblarining o'xshash ikki tush ko'rishlari Xudo bu ishlarni pat orada jazman amalga oshirganligini bildirdi. Shuning uchun janoblarining davlatni idora qilishga aql parasatlik va yiroqni ko'ralaydigan bir kishini qo'yishlarini va boshqa amaldorlarni tanlab 7 bayashatchilik yillari ichida butun mamlakatdagi dehqonchilik mahsulotlarining 5dan birini yig'ib olishlarini, shundaqla ularga kelgusidagi bayashatchilik yillarida har xil oshliqni to'plab, har qaysi shaharlarda oshliq zapisi qilish huquqini berishlarini, oshliq iqtisod qilish to'g'risida amr tushirishlarini taklif beraman. Keyindan keladigan 7 qahatchilik yilda bu zapas oshliq butun mamlakat xalqini ta'minlab, xalqni och qilib o'lib ketishdan saqlab qoladi. Podshoh va uning amaldorlari Yusufning bu taklifini qo'llab-quvvatladi. Shuning bilan podshoh amaldorlariga: "Biz bu ishni boshqarishga Yusufdan loyiq kishini topolmaymiz, chunki uningda Xudoning ruhi bor ekan" dedi. Ondan podshoh Yusufga: "Xudo bu ishlarni senga uqtirgan ekan, sen cho'qim hammaylardan aqlliq va yiroqni ko'ra olaysan. Men seni mamlakatimni idora qilishga tayinlayman. Butun xalqim sening amringga bo'ysunadi. Mamlakatimda faqat mening huquqimla sendan yuqori bo'ladi. Hozirdan boshlab seni Misrning bosh vazirligiga tayinladim" dedi. Buning bilan podshoh o'z barmog'idagi muhrlik uzukni chiqarib, Yusufning qo'liga selib qo'yib, uchisiga kandaraqdan to'qilgan esil to'n kiydirib, bo'yniga oltin zanjir esib qo'ydi.
edi. O yana Yusufni orduning vazirlik harvisi o'ltirg'izdi. Harvining oldida yo'l boshlab ketayotgan muhofizachilar yo'l bo'yidagi kishilarni uningga ta'zim qilishga buyurdi. Shundoq qilib Yusuf bosh vazirlikka tayinlanib butun mamlakatni idora qildi. Podshoh Yusufga "Men bo'lsam podshoh, lekin Misrda sening ruxsatingsiz har qanday odamning medresidir qilishiga ruxsat yo'q" dedi. Podshoh Yusufga Misrcha Zafanat Paniyah deb ism qo'ydi va uningga 10 shahrining ruhaniysi Potifraning qizi Asenatni xotinlik qilib berdi. Yusuf Misr podshohining xizmatini qilishga boshlagan vaqtida 30 yoshda edi. U podshoh ordusidan chiqib Misrning har qaysi joylarini ko'zdan kechirdi. 7 bayashachilik yili mezgilda dehqonchilik mahsulotidan mo'l hosil elindi. Yusuf oshliqni to'plab har qaysi shaharlarda zapas oshliq markazi qurib, atrofdagi joylardan yig'ib olingan oshliqni jo'g'ladi. Yig'ilgan oshliqning ko'pligi dengiz sohilidagi qumdek adi hisobsiz bo'lg'achqa, uni hisoblash mumkin emas edi. Qahatchilik yillari yetib kelishdan ilgari Yusufning ayoli, ya'ni 10 shaharning ruhaniysi Potifraning qizi Asenat uningga 2 o'g'il tug'ib berdi. Yusuf Xudo butun dardimni va otamning oilasini ko'nglimdan ko'taribdi deb tunji o'g'liga Manasse deb ism qo'ydi. U ikkinchi o'g'liga Xudo meni azob uqubatli yerda farzandga erishtirdi deb Efraim deb ism qo'ydi. Misrliklar bahramon bo'lgan 7 bayashat yil oyoqlashdi. Yusuf oldin aytgandek 7 qahatchilik yil orqa-orqadan keldi. Atrofdagi hamma davlatlarda mu acharchilik yuz bergan edi. Lekin Misrning hamma yerda ochliq tepalatdi. Misrliklar acharchilikda qalay deganda ular podshohga yolvorib ochliq talab qildi. Podshoh ularga Yusufning yeniga berishni va hamma ishda uning o'rinlashtirishiga bo'ysunishni buyurdi. Acharchilik bargan sari eg'irlashib Misrning hamma yerini qoplashga boshladi. Shunga Yusuf butkul ochliq ambarlarini zapas oshliqlarni Misrliklarga setib berdi. Atrofdagi davlatlardagi kishilarmi kelishib Yusufdan oshliq setib oldi. Chunki hamma yerda ocharchilik bo'lib, ahvol intayin og'ir edi. Xo'sh qarindoshlar, biz bugungi mazmunimizga kelsak, bugungi mazmunimizni ko'rishdan burun biz oldingi mazmunlarni bir qatim yig'inchoqlab o'tsak, ya'ni Yusufning hayoti, ya'ni har bir bob biz qaraymiz, 40-bobda zindonda, 39-bobda o'z Potifarning oilasida degan o'xshash. Uning oldingisida bo'lsa, ya'ni akalari bilan do'tanga berib, akalarni zabagan vaqtida akalari uningga bo'lgan hasdi tufaylidan uning suiqasd planlab, uni qul, ya'ni İsmaillarga qulluq setib etgan, ya'ni 20 kumush tanga setib etgandan keyin Ismaillar uni Misr podshohining yasab olib setib etganligi ayt mazmunlar bor. Ya'ni Yusufning hayoti dolqin agiri to'qqayliq, ya'ni bir bobda bir xil o'zgarishlarni biz ashna ko'rib o'tgan edik. Bu boblarda, bu mazmunlar orqali biz shu vaqtlardagi shu ahvollarda Yusuf orqali Xudoning qanday ishlarni, ya'ni Yusufga yor bo'lish orqali uning qanday baxtda taqalganini ko'rdik. Potifarning uyida. Andan keyin bu Yusuf zindan so'langandan Xudoning yor bo'lib, zindan boshlig'ining ko'ziga iltifotli ko'rinib, ya'ni Yusufni yaxshi ko'rgan bo'lib, yaxshi ko'rgan qilib, uni zindan ishlariga bosh ko'rganligini ko'rgan edik. Endi 40-bobda biz oldingi bobda Yusufning shu ahvolini, ya'ni ahvolini o'zimizning hayotimizga birlashtirib turib, biz o'zimizning shunday bir ahvolimiz, ya'ni bir o'zimizning hayotida biz nayt qutulmoqchi bo'lgan bir qarang'i bir holatimiz, o'zimizning nayt tushkunlik ichidagi, ya'ni ashna bir hayotimiz, o'zimiz baldiroq o'zgarish bo'lgan bizning hayotimizda degan o'xshash bir holatlarimiz ostida biz umidimizni Xudoga bog'lab, Xudoga topshirib, ahvollarimizni qolgan vaqtimizda Xudodan kelgan sabr taqat bilan, Xudodan kelgan shunday bir umid bilan, Xudodan kelgan tinchlik bilan, Xudoning irodasini, Xudoning hayotimizni yetaklashini, Xudoning hayotimizni yetaklab, shunday ahvollarimizni elib chiqishini, o'zgarish paydo qilishini biz ko'ra oladiganligimizni ashna bir mazmunlarni biz ko'rib o'tgan edik. Endi bugungi mazmun 41-bobda bo'lsa, Yusufning hayotidagi bir kulminatsiya qismi bo'lgan, ya'ni podshoh bilan uchrashishi, ham shunaqla Misrning butkul Misr zaminining bosh vazirligi bo'lib, Yusufning shunaq bir aql farosat bilan, yiroqni ko'rarmanlik bilan Misrni qanday idora qilganiga oid mazmunlar bor edi. Biz oldingi mazmunimizda 40-bobdagi mazmunni biroz chala qoldi deb o'tgan edik, chunki u mazmunlar, ya'ni bu mazmun bilan bugungi mazmunni birlikda ko'rib o'tsak, texnik tushunish bo'ldi degan sabab bilan bugungi mazmun bilan qo'shib qilaylik deb ozroq qoldirib qo'ygan. Ya'ni qanday mazmun biz qilib qolgan qanday mazmun desak, biz Yusufning e'tiqodi, ya'ni Yusufning o'zgarishi, Yusufning Xudo bilan bo'lgan munosabatiga oid mazmun qilib qolgan. Ya'ni biz oldingi boblarda Yusuf
yani Xudo Yusufga yar bo'lg'ashqa, Xudo Yusufga yar bo'lg'ashqa deb izchil chiqqan. Undan olsa Xudo Yusufga yar bo'lgan hayoti, Yusufning e'tiqodi biz uni cho'nqur bir qatim ko'rib o'tishimizga to'g'ri keladi. Shuningga bugungi 41-mazmun bobdagi mazmun bilan birga 40-bobdagi shu qilib qolgan mazmun ikkisini birlashtirib biz Yusufning e'tiqodidagi o'zgarishlarga oid mazmunni bir qatim ko'rib chiqishimizga to'g'ri keldi. Endi biz oldingi buni so'zlab yurib, to'liqlab o'tay. Biz oldingi qatim degan edik, Yusuf baş navayning tushiga ta'bir berib qolgandan keyin baş saqiga, tushun ta'bir berib bo'lib, agar siz chiqib ketgandan keyin mening uchun, menga mehribonlik qilib podshohga mening uchun degansiz, mening chiqishimga yordam qilgaysiz deb shunday yordam so'ragan. Lekin chiqib baysaqi o'zining mansibasi kelgandan keyin esidan butunlay chiqarib, butunlay unutib ketdi degan edik emas. Men Yusufga bo'lgan hech qanday bir nemiz yo'qligini biz deb o'tgan edik. Onun mənsibi asli keltirilgandan keyin, 2 yil o'tganligini biz birinchi oyatning 41-bob birinchi oyatning 2 yildan keyin Misr podshohi tush ko'rdi deb shuna deydi emasmi? Misr podshohi tush ko'rib, taki bu tushidan beyaram bo'lib qolgan. Chunki biz bayam o'qiganimizdek 2 qatim tush ko'rdi emasmi? 2 qatim tush ko'rib bu podshohning aytib beyaram bo'lib tushidan o'zining davlatidagi, Misrdagi shu barliq donishmandlarni, uning tushlariga ta'bir bergan ta'birchilarni hammasini chaqirgan bo'lsa-mu, masala nima desa, bu yerda masala hech kim uning tushlariga ta'bir beramaganligini biz ko'rib o'talaymiz. Biz deb izchil da'vatimiz Misrning bu vaqtlarda shunaqa bir ta'birchilik bo'lsin, donishmandlik bo'lsin, Misrning qadimiy Misrning nimalarni ko'rib bo'lsak, eng taraqqiy qilgan, shu holat eng kuchli, shunaqa bir nimalari sistemlik holat kelib bo'lgan bir davlat degan edik. Yeziqlari paydo bo'lib, nima jihatlardan shunga o'xshash shunday bir kuchli, yer yuzidagi kuchli davlatlar ichida bo'lgan Misrning shu podshohning tushiga ta'bir bergan hech kim chiqmaganligini bu yerda da'vatida. Shunday ahvol ostida anandan keyin bu baysaqi o'zining qilgan ishini, xatoligini esi kelganligida podshohga deydi, mening bir xatoligim esimga keldi deb. Bu yerda xato degan gap aslida ibranicha so'z, bu xato degan gap. Bu xato degan so'z gunoh degan ma'noni bildiradi. Ma'nosi gunoh. Xato desa bu ma'nosi gunoh, podshohning oldida mening bir gunohim esimga keldi deb shuna deganligini. Endi bu yerda gunohi nima desam, bu demisam bir biz hozirmi deymiz, boshqalarning omonati, havolasi, mazlumlarning, ojizlarning ularni biz ko'rgan vaqtimizda ularni ko'rmasga selish, ularning azoblarini bo'lsin, ularning qiyinchiliklarini ko'rmasga selish, ularning havollarini bizga topshirgan yoki nimalarni, omonatlarni bo'lsa biz shularni o'rniga keltirmaslikmi, biz ularning haqqini yavagan bilan barabar holatda, shunaqla bu ham bir o'g'irlik bilan barabar. Biz qonun shariy qaraydigan qonun shariy emas, Misrdan chiqish qarasak 10 farz bor emas. Shu 10 farzning ichida o'g'irlik qilma degan bir nima bor. O'g'irlik qilma degan boshqalarning narsa kerakni, mol-mulkini elib ketishlar bu o'g'irlik olmaydi. Balki boshqalarga tegishli bo'lgan narsani biz yetkazmaslik, o'zimizni qoldirib qo'yib boshqalarga shuni yetkazmaslik, aytmaslik, bu bir o'g'irlik ta'va emasmi? Masalan, biz Xudoning so'zini kunda anglayapmiz, Xudoning so'zi bizga omonat qilingan. Buni biz boshqalarga yetkazib, boshqalardan bahrlanish, Xudoning xush xabarini boshqaga yetkazish, masalan, o'gitish bo'lsa o'gitish, xizmat qilish, shuna Xudo bizga topshirgan shu omonatini dal vaqtida biz boshqalarga yetkazmaslikning o'zimi bu bir o'g'irlik hisoblanadi. Chunki bu Xudo xush xabarini bizga boshqalarga yetkazishga omonat qilgan. Boshqalarga yetkazish bo'lsa bizning burchimiz, vazifamiz. Shuna biz Xudoning so'zini, buyrug'ini biz olib turib, bu buyruqni biz amal keltirmaslik bu o'zining hamda bir o'g'irlik ekanligini tushunaymiz. Shuningdek, hamda bu podshohning vaziri, bosh saqimi gunohim esimga keldi, meni o'tkazgan xatoliqim degan gap shu gunohni ko'rsatdi, esimga keldi deb shu podshohga Yusuf to'g'risida, Yusufning deganlarini shu vaqtda 2 yildan keyin podshohga deganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Endi yana bir bu yerda mazmun orqali bir biz o'ylab beqishga tegishli bir mazmun bor. 2 yildan keyin deydi emasmi? Biz qarasak, nemishqa bu yerda Xudo orliqda 2 yil degan bir yilning, 2 yil degan bir zamonning o'tishiga yo'l qo'ygan degan bir narsani biz
Ko'pchilik o'ylab baqqanmi bilmayman, ko'pchilikning hayotida bunday masala bor. Masalan, mana bu nuqtaga bu yil zamonga nisbatan ko'pchilik o'ylanish bo'lgan mening itqachilik hayotimdami. Xudo men nimishki bu yerda 2 yil, 4 yil, 6 yil yani mushu yerda mushundaq turishimga Xudo yo'l qo'ygan bo'ydi. Bu yerda men nimalar qilishim kerak bo'ydi. Degan o'xshash. Bizning bo'lsa baldiroq bu ishimiz hal bo'lishini nihoyat umid qilatdik. Umid qilib degan duo qilib shunaqning qilgan bo'lsam, lekin bu yerda vaqt degan o'tmaydi, ya o'zgarish olmaydi shunday yillar bo'lgan. Men burun sizlarga degan-ku deyman. O'sha o'xshash nima uchun men mushundaq davrda tug'ilib qolgandiman? Men nima uchun mushundaq vaqtda, mushundaq zaminda, mushundaq bir millat ichida va dal mushundaq yillar ichida tug'ilgandiman degan o'sha savollar ko'p bo'lgan. Va yoki men agarcha yana 5 yil burunlam tug'ilgan bo'lsam, balki mundaq bir davr, ya'ni millat, ya'ni vaziyatimizning nuqtai nazaridan, sharoit vaziyat nuqtai nazaridan qarag'atimizda bizning orzularimiz bilan bir ümitlerimiz bilan taqishadigan bir nimalar bor emasmi? O'sha vaqtda men tug'ilib qolgan bo'lsam, men mundaq narsalarni o'rgangan bo'lardim yoki mundaq bir sharoitlarga, fursatlarga erishgan bo'g'iydim degan narsalarni jiq o'ylashgan menmuchu. Mushu davr, zamin, nima deymiz, vaqt ustida. Mushu yillar, mushu vaqtlar va nima uchun dal mushundaq vaqtda mushundaq ishlar beshimizga keldigandi degan o'xshashchu. Nima uchun Xudo 2 yil burun bundaq ishlarni o'rlashtirgan bo'lsa, men texmi bu ishlarni texmi yaxshi qilalar bo'g'iydim, yaxshi o'rganalar bo'g'iydim degan o'xshash vaqtga nisbatan ko'p o'ylanish bo'lgan vaqtlar bo'lganchu. O'shunga o'xshash endi bu yerda biz nima uchun bu yerda Yusufni 2 yil ya'ni ko'parak zindonda, ya'ni ko'parak 2 yil turishi kerak bo'lgandi. Agarcha shu vaqtda bu Saqi, baş Saqi mansibasi kelgan vaqtida Yusufning shu gapini podshohga yetkazgan bo'lsa, u vaqtda Yusufning hayotida qanday o'zgarish bo'lgan bo'ydi degan savollarni biz o'ylab o'talaymiz bu vaqtda. Aniqqa o'ylab o'talaymiz-da. O'sha vaqtda biz o'ylagan vaqtimizda agarcha biz shunday bir tasavvur qilsak, 2 yil burun dal o'sha baş Saqining nimasi asl kelgan vaqtida bu Yusufni degan bo'lsa, Yusuf zindondan chiqqan bo'lsa, Yusuf Misrda tura bo'lmaydi yoki qarindoshlarining yana keta bo'lmaydi. U vaqtda ham podshoh bundaq bir ishga egri tushni ko'rmagan vaqtda 2 yil burun ko'rmagan vaqt bo'lg'achqa Yusuf balkim chiqib va yoki Misrda boshqa yerlarda o'ynab, boshqa yerlarda o'zining ishi bilan yurgan bo'lmaydi va yoki yurtiga otanisining yana qaytib ketgan bo'lsa, podshoh bilan uchrashish fursati bular bo'lmaydi degan o'xshashchu. O'sha nurg'un bir savollarni biz endi bu yerda analiz qila olamiz, tafakkur qilib o'ylashib degan o'xshash. Lekin biz bugungi bu shu mazmun orqali dal 2 yil uning zindonda turishi, yani davomli 2 yil zindonda o'zi xohlamagan bo'lsa-mu, biz oldingi mazmun bilan ulab ko'rgan vaqtimizda uning nayt chiqisi bo'lg'ashqa bu baş Saqiga degan emas, uni unutib qolmayman, mehribonlikqa istab hasad degan so'zni degan edik. Mehribonlik degan so'zni tushunish uchun shuna qilib men hasadga qaysi, ya'ni hasad degan men mehribonlikqa qaysiz degan o'xshash, podshohga men uchun gap qaysiz degan gap bilan qilgan emasmi? Dal 2 yildan keyin yani o'tirliqda 2 yil o'tib ketgandan keyin Yusuf yana zindonda 2 yil o'tkazgandan keyin bo'lsa podshohning tush ko'rib, hatto bu ishki cho'ng tush ko'rgan vaqtida bu ishki tushiga ta'bir bergan shunday bir kuchli davlatning ichida hech qanday bir odam chiqmaganligini biz ko'ra olamiz. Masalan, hozirgi davr bilan qarag'atimizda yani hozir insonlar, yani insoniyat yuzlanayotgan bir ahvol bor. Masalan, yer sharning klimati nəhayət tez sürət bilan o'zgarish yuz beryapti. Minglar yashayotgan davlatlarda mencha bularni eskivatsalar, ya'ni anglayapsizlar, yer sharining klimati isishga boshlayapti degan o'xshash kun bo'lsin bu narsalar. Klimat o'zgarib, har bir rayon, har bir davlatlarniki klimati, temperaturasi burunga o'xshash emas, balki hammasiga o'zgarish, almashish paydo bo'layotganligimiz ko'ryapmiz. Mushundaq ahvollarda bu klimat o'zgarish ahvollarida har qaysi davlatlardagi ziyon bo'lsin, har qaysi davlatlardagi dush kelayotgan xatar bo'lsin, o'sha narsalar ko'p emasmi? Mushundaq bir ishlar yuz berdi deylik. Bu ishlarga nisbatan hozir butkul yer yuzida bularni to'g'ri bizni bir
aldın ma'lumot qilib, aldın bularni bizning qanday bir tadbirlarni qo'llanishimizga nisbatan hech kim bu bizning hozirgi bu klimat o'zgarishini hech kim yechib beramidi deb o'ylasak biz masalanga deylik hozir ham bilyapmiz xabarlarda avoraydi ma'lumotlarni oldin uqtirdi. Lekin shuna agar biz buni tasavvur qilsak, shundaq ahvol ostida yer shariki insonlar yuzlanayotgan shundaq bir sharoit, shundaq bir duch keladigan xatar, mushundaq ahvollarni hech kim bularni oldin bu nemishdi, sababi nimadi yoki biz qanday tadbirlar qo'llanishimiz kerak deb hech kim bularni tushunamidi yoki yechib beramidi yoki qilgan tadbirlarni hech kim bilamidi degan bir ahvollar bo'layli. Har qanday yer yuzidagi har qaysi davlatdan buningga bir javob, buningga bir yechib beradigan bu ma'lumotlarni bizga deb beradigan bir odam chiqmadi deyli. Misr podshohi ana shundaq ahvol ostida yani tushi orqali shu qadar bearam bo'lganda, bu tush ko'rib atisining qavati shu qadar bearam bo'lgan. Bu tush nimadu, zodi nemishlar bo'ldigando degan o'xshash. Bu tush ishkilisi bir qo'rqinchli bir tush deyli. Bizmi o'zimiz tush ko'rib atisining qavatimiz bu tushlarimiz bizni astolu bo'lmasin bizga ta'sir qildi. Tushimiz g'ayri bir tushdan ko'zak shu bir kun o'zimiz ko'nglimiz g'ash o'tadigan kunlar bor ba'zan vaqtlarda. Shuning o'xshash podshohmi shunda bearam bo'lgan. Ham bu tushini degan vaqtda lekin butkul shu Misr zaminida bo'lsin, ham bu Misr kuchli davlat o'g'ashga deymiz, boshqa allarning atrofidagi allarning hatta donishmandlardanmi bular anglamaganlar bo'lmaydi emas, anglaydi. Shuning bo'lsin, lekin hech kim chiqmadi deyli. Mushundaq ahvol ostida Xudo Yusufni podshoh bilan uchrashtirish orqali, endi biz qaraydigan bo'lsak, endi nima deymiz, Yusufga Xudoning mushundaq bir aql, farosat va yiroqni ko'rarmanlik, oldin bilarmanlik, farq etish qobiliyati degan bir donolikni ato qilish orqali Xudoning Yusuf orqali, Yusufning qo'li orqali albatta Misr xalqini emas, biz qaraydigan bo'lsak, atrofdagi nurg'un davlatlarda qayrchilik yuz bergan edi deydi. Ya'ni bu mazmun qarasaqmi Qanon zaminida ocharchilik bo'lgan edi degan o'xshash, ya'ni boshqa davlatlarda, boshqa rayonlarda ocharchilik yuz berib nurg'un odamlarning hayotini, nurg'un odamlarni mushundaq yer yuzidagi qahatchilikdan nurg'un odamlarning Misrning emas, nurg'un atrofdagi davlatlardagi kishilarning hayotini qutqizganligiga oid mazmunlarni biz shu 41-bobning 56-57 oyatlar orqali biz aniqlay olamiz. Ya'ni bir Yusuf orqali Yusufni tiklash orqali Misrda, ya'ni eng kuchli bo'lgan shu davrdagi eng kuchli bo'lgan davlatda tiklash orqali Yusufning aql farosati tadbirlari orqali nurg'un odam Misrning emas, atrofidagi ham nurg'un odamlarning hayotini saqlab qolganligiga oid mazmunni biz ko'ra olamiz. Bu orqali biz yana Xudoning Yusufga taqagan donolik, aql farosatini biz Yusufning e'tiqodi bilan bog'lab ko'rib o'tishimizga tafsiliyroq biroz ko'rib o'tishimizga to'g'ri keladi. Xo'sh, mazmunimizning davomi bilan biz birlikda ko'rib o'tsak, ya'ni oxiri bu Saqi, ya'ni bosh Saqi podshohga deydi-da, o'zining Yusuf bilan qanday uchrashganligini, Yusufning qanday odamligini deydi. Degandan keyin podshoh Yusufni chaqirib keladi emasmi? Chaqirib kelsa, ya'ni Yusufni tayyorlab turgan choy soqolini tushirib, kiyimlarini yangilab podshohning oldiga olib keldi. Va podshoh deydi-da, men bir tush ko'rgan edim, tushimga hech kim ta'bir berolmadi. Biroq anglashimcha sen ta'bir bera oladi ekansan. Ya'ni podshoh davlatidagi har qaysi tadbirchilarni, donishmandlarni hammasini chaqirsa hech kim ta'bir berolmadi emasmi? Lekin shu vaqtda bu bosh Saqi Yusufning ta'bir bera oladiganligini aytgan bo'lg'ashqa, bu podshohmi Yusufni faqat o'zining chaqirgan donishmandlarga o'xshash, ta'birchilarga o'xshash bir qarash bilan Yusufni chaqirganmi shu vaqtda, sen ta'bir bera oladi ekansan, ya'ni sen yaxshi ta'birchi ekansan degan o'xshash qarash bilan chaqirgan. Lekin Yusuf shu vaqtda yana bularga o'xshash deydi, buni podshohga o'xshash deydi. Janoblari, men shaxsan o'zim tushga ta'bir beramayman, lekin Xudo o'zlariga yaxshi ta'bir beradi deb bu vaqtda podshohning aldidimi degan so'zi nima desa, men shaxsan o'zim tushga ta'bir beramayman. Mana emas ta'bir berguchi, ta'bir bera oladigan iqtidor, qobiliyat, donishmandlik menda emas, balki Xudoda. Xudo o'zi sizga yaxshi ta'bir bera oladi deb Xudoga markazlashtirdi. Ya'ni buni qilalig'ichi faqat Xudo deb turib Xudoga markazlashtirdi. Biz oldingi babdan buni faqat azroq degan, oldingi mazmunni chalg'ab qoldi degan mazmunimi dal mushunga oid. Ya'ni bosh Saqi bilan bosh Navoiyning bearam ekanligini ko'rdi emasmi Yusuf? Ular tushlarini ko'rgandan keyin perishon, ya'ni holining nihoyat yomonligini
Yusuf'ga yo'qlab kelgan vaqtda ko'rdamizmi, ko'rib ular degan vaqtidami tushga ta'bir berish qobiliyati Xudodan keldi deb shu vaqtda Xudoga markazlashtirgan. Ya'ni tushunlar menga aytib beringlar. Tushga ta'bir berish huquqi qobiliyati Xudodan keldi deb shu vaqtda biz Xudoga markazlashtirdik. Bu ta'birning bu tushga ta'bir berguvchi Xudo deb turib bu nuqtai nazarni, ularning ko'zini, ularning qarashini nega o'tkidi, Xudoga o'tkidi deb turib biz oldin qatim degan edik. Bular orqali biz Yusufning e'tiqodidagi o'zgarish, Xudo bilan bo'lgan munosabatning qanchalik cho'nqur, uning e'tiqodining qanchalik cho'nqurlashganligini aytmiz, mana biz ko'ra olamiz. Masalan, tushga oid degan vaqtimizda biz dastlabda Yusuf oilasida vaqtida akıllarga hatta akıllar bilan birga o'tgan shu ailasi o'tgan vaqtida ular qarindoshlari agarchanda mushundaq degan bo'lsa balkim qarindoshlarim buningga hasad qilmas bo'lg'aydi. Ya'ni akıllarning oldida berib mening bog'lagan bo'g'diyim tiklanib tusturg'ida sizlar bog'laganlaringlar atrofimni boshi egib ta'zim qilib turg'idek deb. Yana bir tushi bo'lsa, ya'ni tushi quyosh, oy va 12 ya'ni 11 yulduz menga ta'zim qilib turg'idek deb. Ya'ni o'zini albatta tushi bu Xudodan kelgan tush shu vaqtlarda Xudo bilan mana bir cho'nqur munosabat bo'lgan bo'lsa, Xudoning uning hayotidagi irodasini bu tushunib Xudo bilan bo'lgan munosabati bo'lgan bo'lsa, bu kamtarlarcha akillarning qalbini, ularning inkosini, ular mening tushimni anglagandan keyin ularda qanday qalbida qanday nimalar bo'ladi degan narsalarni o'ylab, ya'ni qarshi tarafni o'ylay oladigan bo'lish. Ya'ni Xudo deydi qarindishingni, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'ylaydi emasmi? Shunga o'xshash agar Xudo bilan bo'lgan munosabat cho'nqur bo'lgan vaqtida biz garchi Xudo bizga qanday bizning hayotimizga qanday bir ishlarni qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biz buni faqat Xudoning iltifot ekanligini tunib yetgan vaqtimizda buni qilg'ichi biz emas. Bularni biz qila oladigan emas, balki Xudoning shuna qila oladiganligi qodir ekanligi bo'lgan shuni tutunishimiz bo'lgan vaqtda biz Xudoga hamda o'sana aytib biz Xudoning iltifoti ekanligini o'zimizning eshitmamasligini biz tushungan vaqtimiz unchalik qarindoshlarning oldidami bu Yusuf bunday demaydi-da. Qarindoshlarining uning bo'lgan inkosini ninqamaydi. Shunga endi Yusuf nimachi desa, dastlabda Yusuf agar Xudo bilan bo'lgan munosabati shu qadar cho'nqur bo'lgan bo'lsa, Xudoning uning ustida, ya'ni bu tushlarni amalga oshiruvchi faqat Xudo ekanligini cho'nqur tunib yetgan. Xudo bilan bo'lgan munosabati shu qadar cho'nqur bo'lgan bo'lsa, akillari bilan bo'lgan munosabati ham bunchalik akillarning orasida hasad qo'zg'ab, akillarining hasad orqali o'zi ham bu qadar suiqasdlarga uchrab degandek munosabatlari mana bir nima bo'lmas bo'g'iydi degan narsalarni biz tasavvur qila olamiz. Yine bu arqalık Yusuf'ның dastlabda, yani özünü merkezga biz şu vaqtda men çünkü muvaffaq bir atalgı tapalmayman bişem, yani uşuq degan so'zni qo'llangan edim Yusuf'ga ait mazmun biz 37-babda shuna so'zni qo'llangan, çünkü özünün diginini, yani özünü oylab, özünün xiyali, özünün oy fikirleri bo'lsin, özünü merkezleştirip, özünün qıgısı bani, özünün digisi bani, yani äki çoğun bo'lgan, özünün diginini deb çoğun bo'lganlarni biz bizning taraflarda shu besham, uşuq deydik-da, sizlar taraflarda qanday so'zlarni qo'llanishni bilmadim. Shunga o'xshash endi Yusuf dastlabda qanday dedisa, ana shunday özünün digini degandek, shunaqalqi nima deymiz, o'ziga markazlashtirib, o'zini qilib cho'ng bo'lgan emasmi? Shunday yashagan edi. Lekin biz 40-bobda nima ko'ra olamiz desak, u hatto zindonda boshqa nima angal bilan 39-bobdami Xudo uning quli orqali barliq Potifarning barliq teriqchilik ishlari bo'lsin, uy ishlari bo'lsin, shu qadar inchki ishlar bu degani. Shu ishlar qadar inchkilik bilan analiz qilib, ko'rib, farq etib degandek uy ishlariga mahir bo'lish bu degan shuna ko'p kuzatish qobiliyati, farq etish qobiliyati, tirishchilik degan shu nurg'un narsalarni talab qilgan narsalar. Oshna bo'lgan bo'lsa, endi bu 40-bobda bo'lsa, boshqalarga, yani boshqalar deganimiz odamlarga, atrofidagi odamlarning o'y fikri, kayfiyati qandayroq, ular qanday ilhom berish, ular qanday yordam berish degan narsalarni o'ylaydigan qalb bo'lmasa, ular parishon bo'lamdi yoki ular qanday bir ko'ngli yerim ko'ringan bo'lamdi, ular qanday umidsiz holat yashagan bo'lamdi. Bu Yusufning qari bo'lmagan, lekin bu Yusufda ana shunday e'tiqodidan kelgan mehribonlik bo'lsin, e'tiqodidan kelgan boshqalarga bo'lgan bir insoniylik deganimiz albatta har bir odamni qimmatlik, har bir odamni nihoyat aziz ko'rib, Xudoning aziz bandisi, Xudoning yaratgan bandisi, Xudo o'zining obrazida yaratgan, qimmatli yaratgan bir
siz can, yani siz bir banda deb turib ko'rib, ularnımı, ularning kayfiyatiga, ularning taqdirqiga, ularning muhtojligiga bu sep saldigan bo'lish, boshqalarning qalbini tingshaydigan bo'lish, boshqalarning ahvoli qandaq, boshqalarning shu qalbiy hissiyoti qandaq, ularning qalbida bo'lgan echinishi yoki nolib faryodi nima degan o'xshash ahvoli nima deganlarni bu anglaydigan bo'lish, bu e'tiqodidan kelgan bir haqqoniylarcha bir yashash hayotning bir ifodalarining biri hisoblanadi. Biz qarasak yangi ahdida muqaddas ruhning mevalari nima desa, mehr, muhabbat, sabrchanlik degan o'xshash biz shu vaqt ko'rgan emasmi? Shunga o'xshash bu boshqalarning qalbini anglaydigan bo'lish, boshqalarning so'zini anglaydigan bo'lish, anglaydigan qalb bo'lish. Bu Xudoni tunib yetganlikning bir ifodasi. Nima desa, biz panda nasihatlarni izchil Instagramda chiqaryapmiz, ya'ni o'zim biz kunlik turmushimizda muhim tushunishimiz muhim bo'lgan atalg'ular, uqumlar degan narsalarni deb o'ylaganlarimni men chiqaryapman. İzlab baksanglar bo'ldi panda nasihatlarni, ya'ni Instagram kirib. Nima desak, biz panda nasihatlarda nihoyat muhim bo'lgan narsani, ya'ni biz panda nasihatlar bir odamning ichini echib, ichi bag'rini echib, har bir hujaylaringizga qadar, har bir qilqan tomirlaringizga qadar ko'zitib bera oladiganga qadar, shu qadar bir odamni cho'nqur analiz qilib beradigan, sizning ichi bag'ringizni ko'zitib bera oladigan, bir odamning tabiatining qandaqligini va Xudoni tuniganlik bilan Xudoni tunimaganlikdan keyin biz har vaqt haqqoniylik yo'li va o'zining dunyoning yo'li deymiz. O ikki yo'lning qandaq yo'li ekanini buni biz nihoyat inchki operatsiya qilgandek sizga so'zlab beradigan mazmun nima desa, panda nasihatlar. Panda nasihatlar orqali biz kunlik turmushimiz, o'zimizning tabiatimiz, o'zimizning ichimizni haqiqatan operatsiya qila olamiz panda nasihatlar orqali. Endi bu yerda nima deydi desa, bu boshqalarning so'zini anglaydigan bo'lish, endi bu nasihatni, panda nasihat, tanbihlarni anglaydigan bir qalb bo'lish bilan bu bog'landi. Bu panda nasihatlar birinchi bobdan boshlab 9-chi bobgacha nihoyat aniq so'zlaydigan mazmun, ya'ni deydi, donolik deydi, tanbihlarim quloq selib mangan yo'linglardan, ya'ni quloq selib mangan yo'linglardan yongan bo'lsanglar edi, ya'ni ruhimni sizlarga to'kib beradi, so'zlarimni sizlarga bildirgan bo'ladi deydi. Ya'ni panda nasihatlarda shunday, ya'ni nasihatni, tanbihlarni shuni anglash bu degan, ya'ni hayotlik yo'liga boshlaydigan, hayotlik yo'li, ya'ni har kun shunday nasihatlar, shunday nimalar orqali, tanbihlar orqali, boshqalarning ko'rsatmalari orqali, ogohlantirishlar orqali o'zimizni isloh qilib, haqiqat yo'li qaymasdan, haqiqat yo'lida hayotlikqa mangalaydigan, hayotlikqa aparadigan, ya'ni tanbihni panda nasihatlar 3-4 boblarga qaraydigan bo'lsak, tanbihni, panda nasihatlarni, boshqalarning nasihatlarini bo'lsin, hayotlikqa teng barobar holatda tasvirlaydi. Shunga bizning hayotimizga nisbatan nasihat bo'lsin, bular bizning hayot, ya'ni hayotlik yo'lida mengishimiz uchun yetakchi bo'ladigan, yetakchi ustozlar rol o'ynaydiganligini biz shu panda nasihatlar orqali ko'rib o'talaymiz. Ya'ni nima demoqchi desa, Yusufda qanday bir qalb paydo bo'lgan desa, o'sha yerda, ya'ni boshqalarning ahvolini tushuna oladigan, boshqalarga sapselib qara oladigan, boshqalarning ahvoli qanday, boshqalarga ko'ngil bo'la oladigan, boshqalarning hozirgi muhtojligi nima, ehtiyojlari nima, shu orqali ular qanday ilhom berish degandek shunday bir qalblarning paydo bo'lganligini, buning e'tiqodi bilan, ya'ni Xudo bilan shu jarayonlarni boshdan kechirish orqali Xudoni qanchalik cho'nqur tunishga boshlaganligini, tunib yetayotganligini biz bu jarayonlar orqali, uning e'tiqodi orqali o'zining qanday o'zgarib manganligini biz bu yerda tasavvur qilib ko'ra olamiz. Ani ikkinchisi, bu o'zgardi deganimiz yana nimadan ko'ra olamiz desak, tushga ta'bir berish qobiliyati Xudodan keladi deb turib, Xudoga markazlashtirib, Xudoning huquqini e'tirof qilganligini orqali biz ham ko'ra olamiz. Biz qaraydigan bo'lsak, bu nima deydi? Biz podshohim shuna deydi-da, tushingizga shaxsan men o'zim ta'bir beramayman. Buni tushga ta'bir berish qobiliyatini Xudo o'ziga yaxshi ta'bir berdi deydi. Ya'ni shaxsan o'zim, ya'ni menda ta'bir berish bir qobiliyati yo'q. Amaliyot Xudo bizga deymiz, yangi ahdimiz deymiz, Xudo e'tiqodchilarning har biriga o'xshamaydigan bir qobiliyatlarni ato qildi dedik. Lekin bu qobiliyat nima desa, bu bizga mas'ul bo'lgan narsa emas. Bu bizning narsamiz emas, balki bu
Xudoning bizni faqat qo'ral qilganligini, biz orqali ashuna qobiliyatlarni bizga berishi orqali o'zining jamoatini qandoq mustahkamlaydiganligiga oid ekanligini biz munozirlar, ya'ni birinchi qatimli munozira biz deb o'tgan. Shuningga o'xshash bu qobiliyat shaxsan o'zimizning nimamiz emas, o'zimizning kuchimiz emas, o'zimizning qobiliyatimiz emas, o'zimizning aql parastimiz emas, balki Xudoga mas'ul bo'lgan, Xudo xolisi bergan, Xudo xolimasa bermaydigan bir Xudoga mas'ul bo'lgan, Xudoning huquqiga mas'ul bo'lgan, Xudoning irodasiga mas'ul bo'lgan, Xudodan keladigan shuna bir huquq, ya'ni Xudoning huquq ekanligini Yusuf yerda aniq da'vat podshohning oldida. Bu nima uchun buni tafsil ko'ramiz desak, hozir e'tiqodchilarning orasida biz sizlar ko'rganmi bilmayman, chunki men shu jarayonlarda nurg'un atrofimizda nurg'un e'tiqodchilar bor, nurg'un har xil ariyanz odamlar bor, biz uchrashimiz, ko'ramiz, anglaymiz. Hatto bizmi shuning uchun bizmi to'rlarda ta'limlarni, madaniy naqshlarni anglagan vaqtlarda farq etishni bilishimiz kerak. Nimadan farq etishni ko'rishimiz kerak degan vaqtimizda ko'p e'tiqodchilar qanday qildi desa, Xudo bergan qobiliyatni o'zining qilib oldi. Ya'ni o'zining kuchi bilan, o'zining qobiliyati bilan, o'ziga mansub bir narsa, o'ziga mansub bir huquqiga imtiyoz qilib, o'ziga mansub bir imtiyoz sifatida tasvirlaydiganlar ko'p. Bu nima uchun bo'ladi degan vaqtda men ko'p anglagan, ya'ni ba'zilar men muncha odamga xush xabar yetkazdim. Men muncha odamga falon mundaq davlatlarga berib xush xabar yetkazdim. Voy men falon kun ro'za tutdim. Voy men duo qilaman. Men duo qilsam cho'qim yaxshi ketadi. Men duo qilaman, sizning uchun duo qilaman. Voy men millat uchun duo qilaman. Men cho'qim duo qilaman degan o'xshash. Albatta duo qilish to'g'ri. Biz duo qilamiz, hammamiz duo qilamiz. Hammamiz o'zimizning nimamizga qarab ro'za tutamiz. Hammamiz albatta xush xabar yetkazish degan bizning burchimiz. Biz buni bilan maqtanolmaymiz. Bu nima desamda, hammamizga o'xshamaydigan qobiliyatlarni, ya'ni o'zimizning o'rnimiz, Xudo bizga taqgan iqtidor, qobiliyatga qarab, talantga qarab, hammamizga o'xshash bo'lmagan shuna bir qobiliyatlarni, sovg'atlarni, biz sovg'at sifatida degan o'sha sovg'atlarni berish orqali Xudo bizni ishlatmoqchi. Lekin bu Xudoning bergan sovg'ati, Xudoning bergan bu qobiliyat bizga mangu mas'ul bo'lgan, ya'ni bizning narsamiz, bizning qobiliyatimiz, bizning tirishchanligimiz, bizning kuchimiz bizga taba bo'lgan bizning narsamiz emas. Xudoga taba bo'lgan, Xudoning huquqi, Xudoning bizga bizning orqali qilmoqchi bo'lgan shu ish ekanligini biz tushunishimiz kerak. Shunga Yusufmi deydi, voy men tushga ta'bir bera olmayman deydi Xudo nima podshohning oldiga kelib. Chunki bu tushlarda avval o'zim tush kelgan. Tushimni o'zimni bara amalga oshayotganligini bu o'zim biladi. Tushlarning qanday qilib amalga oshgan. Masalan, Potifarning uyidimi? Demis Potifardan qolgandilan bu o'zi eng chong imtiyoz huquqli edi emasmi? U vaqtda boshqa qullar albatta Yusufga bosh etgan boshqa qullarimiz Yusuf uchun xizmat qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni tushi dastlab akalariga deb bergan tushi buning hayotida amalga oshyapti emasmi? Garchi bu zindonda turgan bo'lsa, zindondami hatto bu qanday bo'ldi? Zindondami huquqi bor bo'ldi. Ya'ni boshqa mahbuslar, boshqa mahbuslarimiz Yusufga yaxshi ko'rinish uchun qilgan bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash bu Yusufning bu tushlari amalga oshyapti. Hatto bu bosh saqi bilan bosh Navoiyning tushiga ta'bir berdi, aynan amalga oshdi. Endi bu podshohning oldida o'zi ishib, "Rost, men ta'bir bera olmayman. Men tushingizga ta'bir bera olmayman. Menga ayting. Men ta'bir bersam cho'qim rost chiqadi. Men ta'bir bersam cho'qim haqiqatan reallik bo'ldi, reallik aylandi" deb turib, Yusuf bu o'ziga ishinib, ya'ni o'zining shu qobiliyatini Xudo bergan, menga shunday qobiliyat berdi, men har vaqt shu qobiliyatni amalga oshira olaman, har yerda degan o'xshash o'ziga ishinib, o'ziga bo'lgan o'zining tushlariga ta'bir bera oladigan qobiliyati borligiga ishinib turib undaq demadi, balki o'ziga ishinib emas, balki Xudo buningga yordam qilib, ya'ni Xudo bu qobiliyat Xudodan keladi. Hozirmi ham shundaq, burun undaq bo'lgan bilan, hozir ham, bugun ham, sizning oldingizda ham sizning tushingizga ta'bir beruvchi men emas. Ya'ni bu men qilmadim, men ta'bir bera olmayman. Lekin Xudo ta'bir bera oladi. Xudo menga shuna qobiliyatni bersa, men qila olaman degan o'xshash. Shunga bugun biz qanday bo'laylik, qayerda bo'laylik, qandaydan bo'lsin, Xudo menga shuna qobiliyat bersa, qila olaman degan gap. Ya'ni Yusuf o'ziga emas, balki Xudoga markazlashtirib, Xudo shunda qobiliyat Xudodan keldi, bu huquq ham Xudoning deb turib, Xudoning huquqiga, Xudoga markazlashtiryapti, Xudoning ulug'lig'iga markazlashtiryapti, ham bu yerda Xudoga guvohlik berayotganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni bu orqali nima desa, Pavlosmi deydi emasmi? Qobiliyat, ya'ni mehr muhabbat, Korinliklar yozilgan 1-xat 13-bob mehr muhabbat
ait so'zlangan bir bob mazmun bor. Dal o'sha bobdagi mazmunlarning Yusufning ustida biz amalga, ya'ni Yusufning ustida biz ko'ra olamiz. Ya'ni mehr muhabbat, Xudoga bo'lgan mehr muhabbati, Xudoning ishlariga bo'lgan mehr muhabbati bilan insonlarga bo'lgan mehr muhabbati bilan muomala qilganligini biz oldingi, ya'ni 40-bobdagi Saqiy bilan Navoiyga qilgan muomalalari orqali ham ko'ra olamiz. Shunga o'xshash, ya'ni shu bobga asosan mehr muhabbat mangu davomchi, lekin Xudoning va'yisini yetkazgan qobiliyat bo'lsa, aman oxirlashadi degan mazmun bor emasmi? Namalım til sözleşme toxtaydı, alaydı bilimlem toxtaydı. Şuna o'xshash alaydı əminimiz çəklikdir. Xudan vəysini yetkizib qabiliyyətmi çəklik degan o'xshash, ya'ni qabiliyyətning çəklik. Yani qabiliyyət bizga məngü berilgan, məngülik narsa emas, yani bizga berilgan bizning narsamiz emas, balki Xudoning huquqiga, Xudoga mansub ekanligini, ya'ni 13-bobni mush orqali biz tushuna olamiz. Xudoning huquqi, Xudoning sovg'at ekanligini, bu qabiliyatlarning Xudoning sovg'at ekanligini. Şuna biz her gün Xudoning oldida nayt özümüzün tüven tutup, yani bizning emas, belki Xudoning qobiliyati, şuna başqa Xudoning ishlatishini, Xudoning bizning ustimizda, bizning orqali shuna bir ishlar qilishini, biz duo qilishimizning muhimligini bu orqali biz ko'ra olamiz. Yani bizning uchun bu orqali meni Rabbiysa deydi, butkul muqaddas yozmalar nimaga markazlashtirilgan desa, ya'ni butun amirlar mehr muhabbatga markazlashtirilgan deydi emasmi? Avval Xudoni yaratuvchi bo'lgan Xudoni so'y, anani kim bo'lsa qo'shningni so'y. Mushuningga markazlashtirilgan deydi. Shunga endi bularni qanday chechlanib qoldi, bugungi mazmunlar qanday markaz bog'lashtiramiz desak, bu yerda Xudoga, yani qabiliyatga, yani o'zimizning qabiliyatimiz, yani Xudo bergan qabiliyatni o'zimizning qilib olish emas. Bu qabiliyat bizga berilgan bizning shaxsiy nimamiz emas. Bu qabiliyat qandaqki biz o'zimizning kuchi emas, o'zimizning bir aql parastimiz emas, balki Xudoning sovg'ati bo'lg'achqa, Yusufning Xudoga bo'lgan sevgisi, Xudoning huquqiga bo'lgan cho'nqur tunishi, Xudoni haqiqiy tunib yetganligiga oid mazmunlar orqali biz buni tushuna olamiz. Ya'ni podshohning oldidami men shaxsan o'zim tushga ta'bir bera olmayman deb o'zini inkor qilish, o'zini inkor qilib Xudoni ulug'lash. Bizning e'tiqodimiz nima? Bizning e'tiqodchilik hayotimiz nima desa, kunda o'zimizni inkor qilib, Xudoning bizning uchun bizning orqali ashnaishlarni qilishini, bizni yetaklashini, Xudoni ulug'lash, Xudoni qalbimizning taxtiga o'ltirg'izib, Xudoning yetaklashi uchun itoat qilish bizning hayotimizning mazmuni shunday. Chunki bizning o'zimizning tabiatimiz, o'zimiz bo'lsa gunohkor emasmi? O'zimizning o'y xayollarimiz, planlarimiz bo'lsa, shuna bir o'zimizning tabiatimiz orqali, o'zimizning shaxsiyatimiz bilan o'zimizning shundan kelib chiqadiganlarni, ham bu butun yashayadim ba Xudoning planlari, sizlarning planlaringdan besib o'tardi. Bu ham panda nasihatlardan ba. Faqat Xudoning plani amalga oshar degan o'xshash. Shunga o'xshash biz yani o'zimizni inkor qilish, faqat Xudoning huquqini e'tirof qilib, Xudoning ulug'ligini e'tirof qilib, Xudoning bu ishlarni, Xudoning amalga oshirishini, Xudoning xizmat qilishini, Xudoning ish qilishini kutish, talab qilish, o'zimizni har bir duolarimiz bo'lsin, har bir ishlarda bo'lsin, o'zimizni ta'riflash emas, Xudoni ta'riflash. Bunday nimaning muhimligini biz bugun ko'ra olamiz. Ya'ni qisqasi yig'incha qilsak, men shaxsan o'zim tushga ta'bir bera olmayman, lekin Xudo o'ziga yaxshi ta'bir berdi deb Yusufning o'zini inkor qilib, Xudoni ulug'lab, Xudo guvohlik berganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Shunga biz endi bu yerda bayam deb o'tdik. Bunun çünkü bunun ahırda yani padişah deydi, yani devlet, yani Yusuf padişah'a məsləhət berdi emasmı? Təbir bergan vaqtida şunun üçün yəni qayğıçılıq buldu. Yəni avval yaşaçılıq yil oldu, aqıdan qayğıçılıq, yəni açarçılıq yil buldu. Şunun üçün cənablarının dövlət idare qilish üçün aql parasatlik və İran görələydən bir kişilərini qoyuşni, şunaqla qanmandamında tədbirlər qollanışını talab təklif bermən degan vaqtida padişah deydi emasmı? Biz bu ishni boshqarishga Yusufdimi loyiq, yəni əməldarlarım deydi. Biz bu ishni boshqarishga Yusufdimi loyiq kishini topa olmaymiz. Chunki onun Xudoning ruhi bor ekan deb. Hamda podshohim deydi, sen hamma o'ylandin, aqlliq va yiroqni ko'ra olaysan, shu bu ishni sen tayinlayman deb Yusufni bosh vazirlikka tayinlaydi emasmi? Bu orqali biz bu yerda Yusufning bayan biz bir e'tiqodini ko'rgan, ya'ni o'zini inkor qilib, Xudoni ta'riflab, Xudoni ulug'lagan biri, Xudo guvohlik berganimizni ko'rgan bo'lsak, endi biz bu podshoh va amaldorlarning ovozi orqali Yusufning
biz aql parast Iroqni ko'ralaydigan bu qobiliyatlari orqali Yusufning Xudo bilan qanchalik munosabatini biz ko'ra olamiz. Endi Yusufning e'tiqodi Xudo bilan bo'lgan munosabatining qanchalik cho'nqur ekanligini, Yusufning e'tiqodining qanchalik pishilganligini biz ko'rib yetamiz. Chunki biz bayon dedik Yusuf Xudoni tunib yetgan, haqiqiy tunib yetgan, haqiqiy qo'rqishni bilgan. Ligini biz bunun pozitsiyasi orqali o'zi inkor qilib Xudoni ta'riflagan orqali ko'rib yetgan bo'lsak, biz bu endi oxirgi bu abzasni ikkinchi abzasi ya'ni shu Misrni idora qilishdagi Yusufning aql farosatlari orqali Xudo bilan bo'lgan munosabatini nima orqali biz tafakkur qila olamiz? Panda nasihatlarning ko'zi orqali, panda nasihatlarda bizga deb bergan shu nima so'zlar orqali biz Yusufning e'tiqodini, Yusufning Xudo bilan bo'lgan munosabatini ko'ra olamiz. Masalan, panda nasihatlar ikkinchi bobda biz qaraydigan bo'lsak, sen ya'ni Danalıqqa qulaq salsang, yo'riqlikqa erish ko'ngil bilsang, aql farosatga tashna bo'lib iltijo qilsang, shu vaqtda sen Xudodan qo'rqishni bildigan bo'lasan. Ya'ni shu donalikni kumushni izlagandek, guharni izlagandek izlasang, intilsang, unda sen Parvardigordan haqiqiy qo'rqishni bildigan bo'lasan va sen Xudoni tunish nisb bo'ldi degan mazmunlar bor. Hamma shu panda nasihatlarning bizni bilan ko'rsak, Xudoni tunish nisb bo'lganlar. Xudodan haqiqiy qo'rqishni bildigan bo'lganlar. Bularga Xudo ularga donolik berganligini, ya'ni donolik Xudo Parvardigor Xudo donolik berguchi. Uning og'zidan, Parvardigorning og'zidan bilim va yo'riqlik, ya'ni yo'riqligimiz cho'nqur tushuncha chiqadi degan o'xshash. Parvardigorni tunishga nisb bo'lganlar, Parvardigordan haqiqiy qo'rqishni bilganlarga Parvardigor o'zi donoligini hem o'zining so'zlar, o'zining og'zidan chiqqan so'z, bilim, cho'nqur tushunchalarni u odamga ato qilganligini, donolikqa muyassar bo'lganligini ham aytadi. Ham bu donolik degan nima? Degani biz panda nasihatlarda aniq tushundira oladigan asli biz panda nasihatlarni sizlar bilan ayrim bir dars qilib panda nasihatlar 1-bobdan 9-bobgacha mazmunni bir ko'rib bilsak nihoyat yaxshi bo'ladi. Men asli shunday o'ylagan. Sizlarning bir qattim masala naq maydon qilib panda nasihatlarning bo'libmi 1-bobdan 9-bobga mazmuni nihoyat muhim. Abiyam bir qattim ta'kidlagan bu o'zimizni bir operatsiya qilganga o'xshash deb. Operatsiya qilib davolandiganga o'xshash mazmun degan o'xshash nihoyat muhimligini bir ta'kidlab o'tgan. Shuning o'xshash bir qattimlik shu dars bo'lsa nihoyat yaxshi, ya'ni naq maydon dars. Men bunday so'zlasam, menlam so'zlab sizlarning savollaringlar, sizlarning inkaslaringlar tushganda texmi keng doiramiz texmi kenglashib, texmi cho'nqirlashib mangadi. Men bunday so'zlasam shu deymiz hozirgi vaqt qilaman, vaqtni qo'g'lishib, ham nimani qo'g'lishib biraz qisqa bir tala mazmunlar o'ziga olib cho'nqirlashmaydi, doira kengaymaydi-chu. Shu naqmaydan dars qilsa bu nihoyat bir muhim va yaxshi bir qatim dars bo'ladi. Qisqasi shunday Yusufning bir e'tiqodini biz panda nasihatlarning ko'z orqali bir tafakkur qilgan vaqtimizda Xudoni haqiqiy cho'nqur tushunib, Xudodan haqiqiy qo'rqishni, aymanishni tunib yetgan ham shunaqla Xudoning uningga donolikni bu donolikni ato qilganligini, ya'ni bu donolik uning bilan amroh bo'lganligiga oid mazmunlarni aytamiz. Panda nasihatlar 1-bobdan 9-bobda bor. Şoňa o donolik odamga nimalarni ato qilganligini, ya'ni ziyraklik, aql farosat, taraq etish qobiliyati, oldin ko'radigan qobiliyat, yiroqni ko'ralaydigan, kelgusini ko'ralaydigan degan o'xshash panda nasihatlarda biz panda nasihatlarni tushunsak, Yusufning hozirgi aql farosati hem şundan yiroqni ko'ralaydigan bunday qobiliyat, hem bu shundaqla Misrning vaziri bo'lib bo'lish orqali bunday qo'llangan oldida yuzlangan mush vaziyatga qo'llangan tadbirlari bo'lsin, bularning Xudoning donoligining Yusufga ato qilinganligi, Yusufni yetaklaganligi, Xudoning donoligining Yusuf bilan bilishganligining nima ekanligini biz cho'nqur tushuna oldik. Texmi konkret, texmi tafsiliy, inchga ko'ra oldik. Buni bu padişahning o'zining og'zimi deydi, 38-oyatda padişah deydi emas, uningga Xudoning ruhi bor ekan. Uningda Xudoning ruhi bor ekan deganga shu Xudo birlik ekan, Xudo yor ekan, Xudoning donoligi bor ekan, Xudoning aql parasti, yiroqni ko'ralaydigan qobiliyati degan nurg'un mazmunlarni biz shu padişahning og'zi orqali Yusufning Xudo bilan bo'lgan munosabatini, Xudoni qanchalik cho'nqur tuniganligini biz shu so'zlar orqali tunib yetalaymiz. Endi bu yana ikkinchisi bu mushu bo'ldi. Birincisini biz podshohga degan
Ben şəxsən özüm təbir verəməyəm, bunu təbir veriş, yəni Xuda özləri yaxşı təbir verdi deyiş arqalıq bir qədim etiqadını görüb etdik Yusuf'ның. İkincisi hem de bu padişah bilan əməldarlarının Yusuf'a degan söz arqalıq mən bunun hem şunalı pəndə nəsihətlərik məzmun arqalıq bu Yusuf'ның Xuda bilan bolğan münasibətinin nə qədər çoğunluğunu hem görüb etdik. Hem yeni üçüncüsü nimə desə bu Padişah Yusuf'ki ayal hep bir demez mi? Yani on şehrinin, Mısır'ın on şehrinin ruhanisinin kızını hep bir demez mi? Şu vakitte kızı, yani ayalı, Yusuf'un ayalı, perzet köygen vaxtıda Yusuf oğullarına, yani Münassa bilen Efraim deb isim koydu demez mi? Aynı vaxtlarda bu isim koyuş, özünün nemesinden kelip, içiden kelip çıkan, özünün hayatından kelip çıkan bir, özünün ümit arzularını öz çıkan bir isimler emez mi? Şuna bu Yusuf Manasseh deyini Xuda bütün dərdimni və atamның ailesini көңlümdən götürüp deyiş arqılıq. Yani Xuda bilan yar bolğan hayatını yaşaş arqılıq. Yani Xuda yani Filip'le yazan xattimim Paulus deydi. Yani bar ötmüşdeki işlerini aqım qaldırıp qoyup, yani bütün gücüm bilan aldım qarab mağa vatım deydi məzmunlar ba. Şunun oxşaş bizim ötmüşümüzdeki qandaq keçirmişlerimiz olsun, ötmüşümüzdeki balligimizdeki olsun, meyli bizim aile cəhətdən olsun, meyli bizim hər qaysı muhit, hər qandaq şəraitlər səbəbindən ağan azaplarımız, şuna bir azaplıq keçirmişlerimiz olsun. Qalb yarlarımız olsun, unutulmaz şuna yarlar olsun, şularning hammasini davolashga, unutuldurishga, şularning hammasini biz xuddi qayta tug'ilganga o'xshash Xudoning mehr muhabbati mushlarning hammasini qalbimizni davolab, Xudoning mehr muhabbati bizning qalbimizda cho'nqur o'rnagan vaqtida baliq azob o'tmishlarimiz hammasining unutildirib ketadiganligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Shunda Yusufmi butun baliq agar to'qayliq hayotidagi baliq kechirmishlari, garchi shuna bir agar to'qayliqchida bo'lgan bo'lsa-mu, Xudo yar bo'lgan hayot, ya'ni Xudo bilan billa, zindonda Xudo bilan billa, Potifarning uyida Xudo bilan billa, akalar uni setayotgandimi yo'lda İsmail'la bilan qullarni ayni vaqt mashinalar hep mangmaydiki, ayni vaqtlarda shuncha uzun yo'llarni yalangoyoq shu issiqlarda so'rab yurib, urib yurib hep mangalarni biz ko'rgan. Shuna o'xshash shundaq bir azobli kunlarni, azobli vaqtlardimi hammasida Xudo yar bo'lg'achqa Xudo yar bo'lgan hayotni yashab, Xudoning mehr muhabbati bilan o'zi tasalli tepib, Xudoning cho'nqur mehr muhabbatini o'zi olgan bo'lg'achqa shu azobli kunlarni hammasini Xudo ko'targanligini bu yerda Yusuf o'zi og'zi bilan e'tirof qilayotganligini, ham shunaqla o'g'liga ham Manasseh deb untildirgan deb ism qo'yganligini, ham shundaqla mushundaq hayotida yani Xudo yar bo'lish orqali uning hayotida Xudo baxt barakat ato qilish orqali uning hayotini barakatlaganligini o'z og'zi bilan e'tirof qilish orqali Efraim deb Xudo men azob oqibatli yerlarim, ya'ni Misrda azob oqibatining barliq kunlarini kechirdi emasmi? Potifarning uyida bo'lsin, zindonda bo'lsin. Yani azob oqibatli yerda men farzand kelishtirdi deydi. Yani bir farzand kelishtirdi deganga men mevalat ko'zdi deydi asli tilda. Mevalat ko'zdi deganga bir oila jihatdan emas, har qaysi qilgan har bir ishlarini mevalattirdi, barakatli deydi. Yani har bir qilgan ishimga Xudo yor bo'lib, barakatli deydi degan ma'noni ham ko'ra olamiz. Şuna bu Yusuf'ның bu ballarga isim qo'ygan mazmun orqali men bizning Yusuf'ның qanchalik Xudo bilan yar bo'lgan hayotda, kunda har vaqt, har ishlarda Xudoning yar bo'lishi orqali o'zining barliq azob oqibati kunlarini ham Xudoning yar bo'lishi, hamroh bo'lishi orqali tasalli tepib, ilhom elib, umid tepib, sabr qilib degan o'xshash shunda Xudo yar bo'lgan hayot orqali barliq azob oqibatlari Xudoning mehr muhabbati ichida xushalliqqa, ko'ngli butunlikka, tinch amonlikqa to'lganligini e'tirof qilganligini biz ko'ra olamiz. Bu orqali biz hamda yig'incha olsak, o'zimizning hayotimizga kelsak, biz sizlarmi ko'p ko'rgansizlar bizning hozir millatimiz duch kelgan ahvollar ostida nurg'unlari ya'ni Facebook'lar qarsanglarmi, Instagram'lar qarsanglarmi mening endi tunishlarim atrofdagi endi millatning ichidagi do'stlik qilib sepsalimiz emasmi yozmalarga hammasining ichidan bir hasrat hayotimiz bir xushallik, tinchlik ularning hayotlari bo'lsin atrofimizda shuna bir hasrat oilasidagilarning duch kelgan qismatlari, duch kelgan ahvollari orqali ularning hammasining hayotining ma'nosi yo'q, hayotga nisbatan umid yo'q, hayotga nisbatan bir xushallik yo'q. Agar chanda men bundaqni qilmagan bo'lsam, hayotim tamomlagan bo'lardim degan o'sha gaplarni yozib
chiqarganlar nayt bizim qalbimizni og'ritadigan shunday bir yozmalar nayt ko'p uchratamiz. Mushundaq ahvol ostida biz e'tiqodchilarning haqiqatan bir millatimizning ichida shundaq bir qarindoshlarimiz garchi ular e'tiqodchi bo'lmasimi bizning hammasiga Xudoning mehr muhabbati bilan tasalli, umid, ilhom bergan so'zlarni qilib, ularga madad bergan so'zlarni qilib, Xudoning haqiqatan shu mehr muhabbatini ularga yetkazish bir nimamiz bor. Illiq mehr muhabbatini ularga haroratini yetkazish bir mas'uliyatimiz bor. Şuna o'xshash biz Xudoning so'zi orqali ularga umid bera olamiz. Xudoning mehr muhabbat muomalasini ularga berish orqali ularga oz bo'lsa-mu qalb issiqligi, qalb iliqligi bera olamiz, his qildira olamiz. Şuna bir-birimizga mehr muhabbatlash muomala qilish orqali ular ham hayotda bir mehr muhabbatni, haroratni, issiqlikni his qilish orqali hayoti bizga o'zimiz illisun, shunday ishlarni biz hozir qila olamiz. Ularga tasalli beraleymiz. Yani bizim qalblarimizning saqat kuchi, qalblarimiz tasalli bergichi biz Yusufning hayoti orqali ko'rganimizdek, Xudoning so'zidir, Xudo o'zidir. Shuning uchun biz ularga mangu hayot bo'lgan, haqiqiy hayot bo'lgan Xudoning so'zini yetkazgan vaqtimizda, Xudoning so'zi ularning qalbiga kirgan vaqtida Xudo o'zi ularga tasalli bo'lib, Xudo o'zi ularga yoriylik bo'lib, Xudo o'zi ularga qalqon bo'lib, Xudo o'zi ularga madadkor bo'ldi. Shuning uchun mana qarindoshlarning atrofidagi Uyg'ur qarindoshlarga ko'proq diqqat e'tiborini qilishini, ularning ahvollariga ko'proq e'tibor qilib, ularga illiq mehr muhabbatli so'zlar, Xudoning so'zlari orqali Xudoga guvohlik berishini, so'zlar orqali tasalli berishini, ular uchunmi duo qilishini to'xtatmasligini umid qilman. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun ajoyib asli cho'nqur mazmun, ya'ni biz panda nasihatlarni tushungan bo'lsak, bugungi mazmun nihoyat cho'nqur va aniq ro'shan tushuna oldik. Lekin panda nasihatlarni biz aniq bir ko'rib o'tmagan bo'lg'achqa, sizlarga balki mavhum ham qiyin tushunishi mumkin bugungi mazmun. Shunaq bo'lsa-mu, bugungi mazmun orqali Xudoning sizlarga bir umid, tasalli bergan so'zlarni yetkazishini umid qilaman. Biz ham keyingi sonni ko'rishaylik. Amanglar Xudodan kelgan aql farosat, Xudodan kelgan cho'nqur tushuncha, donolik yor bo'lishini tilayman. Ma'qul hamsa, omon bo'linglar.